Mana sizlar uchun yana baliq snimat qilyapman. Mana kattaligini. Mana shu katta baliqlaringiz necha puldan? Ular hishli baliqlar 450 ming so'mdan. Donasida akvarium hishli baliqda. Mana ko'ringlar. Donasi 450 ming, 400 bo'lar ekan. Endi mana ko'ramiz. Bu yerdagilar necha pul okajonim? Nima deysiz? Bu lo'shli diskus, bu aravani, bu akula balığı. Necha puldan ular? Mana akulalar ham bormi? Bu 400 ming so'm. Akula ham bor. Mini akula 50 ming so'm, cho'ni prins 75 ming so'm. Qanaqa kattaligi bu? Bu akulami men bilan? Bu hishli akula. Bu akulaning yirigi mana 9 tepada. Ana, katta akulalar tepada ekan. Ular necha pul akulalar? 600 ming. Men bilan-chi? Bu 75 ming so'm. Qanchalikka katta bo'ladi? Qo'lingiz oling. Santimetrgacha o'sadi. Qancha? 80. 80 metrgacha o'sar ekan. 80 santimetr. 80 santimetrgacha o'sar Bu ekan. mini akula 100 ming so'm. Donasi. Mana mampaloskalar-chi? 250 ming so'm hishli. Mana bu nima? Bu drakon baliq. O'shani chiqaring, ko'raylik. Salamandralar ham bormi sizda? Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Mana ko'ringlar. Ko'ryapsizlar? Ana. Chiroyligini ko'ringlar. Voy, ilonga o'xshaydi. Ilon balig'ingiz bormi? Yo'q, ilan baliq yo'q. Mana bu nima? Mana buni oti nima? Bu chistich deyiladi. Akvarium chistich qiladigan ekan. Bular necha pullar? Bu lo'shli diskuslar 250 ming so'mdan. Plastiklar 150 ming so'mdan. Aslan 850 ming so'm. Qancha mana bu? 350 ming so'm. Mana bunisi. Bu 250 ming so'm. Ana uni kichkinasi. Ha, kichkinasi. Mana kishar. Oy, nima bo'ldi bularga? Stress. Mandanmi? Cho'chida. Ha, oynaga urganimda. Ha, voy, bekor uribman. Uzr kechirasizlar. Ko'rdinglarmi, baliqda ham stress bo'lar ekan. Mana ko'ringlar, mazza qilib kelinglar bu yerga, olinglar. Arzon qilib tushib berasiz. Kelishadi. Bular firmagacha. Bu Yangiobod bozorda baliqlar. Mana ko'ringlar, yana bir marta o'tyapman sizlarning oldinglardan. Mana ko'ringlar. Baliqlarimizni bezovta qilib qo'ydim. Bittasi yo'q. Mana bitta oq baliq yotibdi, ko'rdinglarmi? Akvariumni anaqa kirini shimar ekan. To'g'rimi okajon? Mana ko'ringlar. Mana